Seryozni mashina so'raganlar uchun seryozni mashina topib qo'ydim. 2006-yil 142 ming yurgan. 142 ming, probegi ham ko'payib ketmagan. Mashina juda ham go'zal holatda, faralanib turinishini qarang. Xullas, tayyor qilib qo'ygan 222. Maza qilib o'qib yursangiz ham bo'ladi, yengil-yengil pul topib yursangiz ham bo'ladi. Mashinaning hamma qismi ishlab turibdi ekan. O'zim tekshirib ko'rdim. 5 li motorda eng qizig'i bosib ham ko'rdik. Shunaqa bosdi bor-ku, zo'r. Endi bossangiz omma rasxod ko'payib ketadi. Mashinani multirollari, lyuklari, hamma narsasi ishlab turibdi. Elektropaket o'rindiqlari, pamyat sidinalari, ishoning ishlamagan joyi yo'q ekan, ishlab turibdi ekan. Shay holatda ekan. Orqalarini ko'rsataman. Orqalari ham bu long versiyasi. Yaponka desangiz ham bo'laveradi. Eng qiziq orqa sidinalarni ham elektr qismlari ishlab turibdi ekan. Mana ko'rsatib yuboring-da mana. Shturkalarigacha bor. Xullas, kondisioner deysizmi, abduk deysizmi, abagrex deysizmi, xullas hamma narsasi borini siz uchun like bosib qo'ying va shunaqasi nasib qilsin deb komment yozib keting. Hech bo'lmasa 24500 ga kelishtirib qo'ydik. OLXdan ham qarab ko'ring. Avtoelondan ham qarab ko'ring. Bunaqa holatda, bunaqa sosteniyadagina, bunaqa narxga topsa sal qiyinroq.